Bellingham yoki Pedri qaysi biri kuchliroq? Keling statistikaga gapirsin. Umumiy gollar: Bellingham 130 ta gol, Pedri 40 ta gol. Umumiy assistlar: Bellingham 48 ta assist, Pedri 39 ta assist. Sovrinlar: Bellinghamda 17 ta, Pedrida 8 ta. Jarima zarbasidan gol: Bellinghamda 4 ta, Pedri jarimadan urmagan. Chempionlar Ligasi Kubogi: Bellinghamda bitta, Pedrida esa yo'q. Yevro Chempionligi: Pedrida bitta, Bellinghamda esa yo'q. Chempionlar Ligasidagi gollar: Bellinghamda 25 ta, Pedrida 6 ta. Chempionlar Ligasidagi assistlar: Bellinghamda 11 ta, Pedrida esa 7 ta. Terma jamoadagi gollar: Bellinghamda 13 ta, Pedrida 2 ta. Terma jamoadagi assistlar: Bellinghamda 9 ta, Pedrida 6 ta. Golli vaziyat yaratish: Bellinghamda 1274 ta, Pedrida 856 ta. Statistikada Bellingham 10-1 hisobida g'olib bo'ldi, lekin bu 100% Bellingham yaxshiroq degani emas, chunki ularning maydondagi vazifalari bir-biridan farq qiladi. Pedri tempni nazorat qiladi, himoya va hujumni bog'laydi. Bellingham esa hujumni keskinlashtiradi, joyi kelsa hujumchi ham bo'la oladi va ortga qaytib himoyada ham qora ishlarni qiladi.